Öydekiler bəsəy mantısasamlı qiyimsığı nimsaldığınızda bək soraydı. Bugün mən sizlərə bunun məxfiyyətlikini aşkarlab etməkçi. Muşundaq aqam, yumuşaq, bulutdek mant etişini ügünüvağım var degan tuqqanlarımız xamir jug'urishdan tartib qiyimsığı təfsili dərs gəp gəldim. Çoxum yıldız yürek belgilerini besib saqlab bilishni unutib qolmang, keyiniz degan tapamay qalsiz. Eng avval 500 gram unga 2 gram tuz salamiz. 5 gram ximit turş salamiz. Meni ishlatganim cho'ng stamning ximit turchi. Cho'ng stamning cho'ngliqi bor qinslan bir shitib sinab yiqinglar. Undan keyin 2 gram sho'l suda 4 gram shakar, 5 gram podafini jilman suvi silib yaxshi bir aralashtirib eritib olamiz. Xamirga yaxshi ishlab 20 minut atrofida tindirib qo'ydigan bo'lsangiz, qiyim qilib bo'g'ishlam xamiringiz o'ylab tayyorlan bo'ldi. Xamir asam faqat yaxshi o'ltamayaptimi degan tuqqanlarimiz mushxil usulni bir sinab yiqinglar. Mush basay mantsiga ajoyib xumorim borki, ish qilib haftada bir etib yemsam shunday yegim kelib ketdi. Menga o'xshash basay mantsiga amroq tutqanlarimiz bir 2 raqamni yo'llab yiqinglar. Qancha do'stlarimiz basay mantsiga amroqki birlikda ko'rib baqaylik. Eng avval basayga ozroq tuz silib, yaxshi bir aralashtirib suyini chang siqib etamiz. Undan keyin go'sht, piyozlarni bek qushaq to'g'rab atmaymiz. Endi buning tam qurishlardan zira, oqmish, qarmish, cho'ng ustamning qiymliq tamoqda etib qistim bir qo'shiq silib etadigan bo'lsak, ta'mi bek bayz chiqadi. Undan keyin yerim chimish qizg'an mayni piyozning ustiga qo'yib mizlik puraq chiqarib olamiz. Manda o'xshatib qiyma qilib basay mant setib yeydigan bo'lsanglar, ta'm tilinglar qag'dek ajoyib o'xshaydi jumu. Bu arliqda xamir mo'ylab tayyor bo'pti. Videoda ko'rsatgandek cho'ng kichiklikni o'xshash holatda uzib tayyorlab olgandan keyin jiltini cho'risidan nipizlatib qiymini o'ttirib olib, mana shu videoda ko'rsatgandek tugib tayyorlab olsanglar bo'ldi. Mantun tugib bo'lgandan keyin taxminan 5 minut atrofida o'zini yeb qo'ysak, yana o'zidan biroz yo'g'ongandan keyin uni degan qasqaga solamiz. Endi buni 20 minut dumlab 3 minut tindirib olsaqli bo'ldi. Qaranglar, mantining o'xshab ketganiga paxtadek yumshoq, ajoyib o'xshab ketibdi. Mantasam ko'pmayotidi, yumshoq chiqmayotidi, oq chiqmayotidi degan tuqqanlarimiz qaranglar, mana mushtaraq chiqsa bo'lar. Bugun oldingizmi? Qiynamsiz mitib sinab yiqing. Kelarki sonni ko'rishaylik. Xayr xo'sh.